Assalomu alaykum. Men To'xtameshova Sabohat Tursunovna, Jizzax viloyati Paxtakor tumani tibbiyot birlashmasining yuqumli kasalliklar bo'limida navbatchi hamshira lavozimida ishlab kelmoqdaman. Erta tongdan belgilangan jadval asosida navbatchilik ishimga kelar ekanman. Qalbimda ezgu tilaklar bilan yangi O'zbekistonimizning mustaqil fuqarosi ekanimdan, sharafli va mas'uliyatli kasb egasi, ya'ni hamshiraligimdan faxrlanaman. Shu kasbim orqali bemorlar meni kutayotganini va men ularga shifo ulashdek baxtga ega ekanligimni his qilaman. 27 yillik ish faoliyatim davomida tibbiyot sohasidagi o'zgarishlar haqida o'z fikrimni aytishni lozim deb bildim. Muhtaram Prezidentimizning odilona siyosati, tibbiyot sohasiga berilayotgan imkoniyatlar shu birgina bizning yuqumli kasalliklar bo'limidagi o'zgarishlarning o'zidayoq namoyon bo'lmoqda. Zamonaviy ko'rinishga ega, zamon talablariga javob beradigan binoda faoliyat olib borish men uchun faxrli albatta. Yuqumli kasalliklar bo'limida 2 nafar oliy toifali shifokorlar, 17 nafar hamshiralar bilan birgalikda xalqimiz salomatligini saqlash yo'lida yelkama-yelka faoliyat olib bormoqdamiz. Ish faoliyatimni avvalo navbatchilik postini qabul qilishdan boshlayman. Oliy toifali shifokorim Ahmad Rustamovich bilan birgalikda bemorlarni ko'rikdan o'tkazamiz. Shifokorim bemor ahvoliga qarab buyurgan muolajalarni belgilab yozib boraman. Bo'lim katta hamshirasidan bugungi kun uchun kerakli dori-darmonlarni olib, bemorlar muolajasini bajarishga kirishaman. Tibbiyot sohasida ishlash jarayonimda turli yuqumli kasalliklar bilan kasallangan bemorlarni parvarishlashga to'g'ri keldi. Ayniqsa 2020-yil butun dunyoni larzaga solgan COVID-19 pandemiyasi kutilmagan voqea bo'ldi. Bu voqea vatanimiz aholisini ham chetlab o'tmadi. Shunga qaramay, butun O'zbekiston tibbiyot xodimlari, jumladan bizning jamoamiz ham bu ko'rinmas yov bilan xalqimiz salomatligini saqlash yo'lida birdamlik bilan kurashdik. Bu kasallik bilan kurashishda Sanpin qoida va me'yorlariga amal qildik. Bemorlarimizga o'sha vaqtda nafaqat dori-darmon, balki shirin so'z va ruhan dalda berish kerakligini hamshiralik ishimda yana bir bor mahorat bilan bajarib, buning uddasidan chiqdim. Kamtarona mehnatimni inobatga olib, tuman hokimining faxriy yorlig'i bilan mukofotlanishim menga tibbiyot sohasida xalqimiz salomatligini saqlashdek sharafli kasbimga yanayam mas'uliyatli bo'lishim kerakligini o'z oldimga maqsad qildim. Kunni tunga ulab, kelgan bemorlarni o'z yaqinimdek ko'rib, ularga yordam ko'rsatish mening asosiy vazifamdir. Tungi navbatchi shifokor buyurgan muolajalarni zudlik bilan bajarib, bemor ahvoli yaxshilanganini ko'rsam, o'zimda yanayam ishlashga ishtiyoq ortadi. Kelgan bemorlarni elektron bazaga joylashtirish tibbiyotdagi axborot texnologiyalari talablaridan biridir. Hamshiralik ishida bilim va mahoratni oshirib borish har bir hamshiraning oldida turgan vazifalaridan biridir. Bu borada bizning bo'limda haftaning juma kunida milliylik bilan uyg'unlashgan holda bilim va ko'nikmalarimizni oshirib boramiz. Zero hamshiralik jarayonida xato qilishga haqqimiz yo'q. Kasbimiz zamirida har bir insonning hayotda yashashdek baxti aks etadi. Ishdan tashqari bo'sh vaqtlarimda sevimli mashg'ulotlarim bilan shug'ullanaman. Kitoblarni mutolaa qilish menga quvonch bag'ishlaydi. Chunki kitob o'qish insonning ma'naviyatini, so'z boyligini oshiradi. So'z boyligi esa meni kasbim bilan bog'liq. Chunki xasta bo'lgan insonlarni dori-darmonlar bilan birgalikda shirin so'z davolashini uzoq yillik hamshiralik ish jarayonimda ko'p marotaba guvohi bo'lganman. Men hamshiraligimdan, hamshira kasbi egasi ekanligimdan faxrlanaman.